voqea bir askar haqida bo'ladi. U askar o'z qishlog'ini istaveradi va u o'z qishlog'i uchun qasos oladi. Bu yer juda ham sovuq ekan-da. Bizga ovqat kerak, kechirasan. Ovqatni uchun deb shularni qilaman. Bu yer juda ham sovuq ekan. Qishloqdagi moderatorlarni o'ldirish kerak. O'z lagerim uchun bir yerga boraman. Sigir bolasi. Bu juda ham katta g'or. G'orga tushish maslahatsiz. Lekin ovqat topish ham kerak. Qanday qilibdir ham lager yasasam bo'larmikin mana shu yerga. To'g'ri, mana shu yerga lager yasab qolaman. Va mana lagerimni ham qurib oldim. Endi bu yerda ovqatlanib olsam ham bo'lar. Ichkariga kirib dam olgim kelyapti. Hozir mana bu shitni olib qo'ysam ham bo'ladi. Ovqatim pishdimikin? Ungacha atrofni kuzatsak bo'ladi. Cho'chqachalar, osmon juda ham chiroyli. Lekin bu yerda menga hali ham ana ovqatim ham pishib qoldi. Ana bu yerda kamonchilar yuribdi. Ichkariga kirib uxlayveray. Ertalab ham bo'ldi. Nima bo'lyapti bu yerda? Usmon, yordam ber bizga. Men Usmonni bular bilishar ekanmi? Xo'p, yordam beravera qolaman. Nima? Oling. Bittasini ham qoldirmaslik kerak bu yerda. O'zi bular nima qilyapti bizni? Aytmoq so'rayman. Vayli. Qishloqlar bu yerda nima uchun kelishdikini mayli ko'ramiz hozir. Bir qishloqdan oldiga borib so'rab ko'rish kerak. Usmon qishloqidan so'rab ko'rdi. Nima bo'lganini? Rahmat seni bizni qutqarganing uchun. Usmon, men seni singli eshitganman. To'g'ri. Men uchun bu ish oddiy ish. Usmon, senga bir maslahatim bor. Bizning qishlog'imizga ko'p razboyniklar kelishdi. Ular qishloqni yo'q qilib tashlashdi. Zombilar hammasi kriperlar bilan portlatib yuborishdi. Ana shunga bizga yordam ber, iltimos. Mayli, sizlarga yordam beraman. Ana shundan keyin Usmon o'ylanib qoldi. Nimaga qishloqlar bunaqa ko'p deb o'ylandi. Va Usmon hammasiga yordam berishga qaror qildi. Usmon qishloqlar uchun kravatlar, yotuvchi joylar qo'yib berdi. Faqat Usmonda bir muammo bor edi. Kravatlar 3 ta, qishloqlar esa ko'p edi. Usmon o'ylanib qoldi. Nima qilishni bilmasdan turgan Usmon qishloqlarga dedi: "Ey, hammaga aytyapman-ku, bu yerda 3 ta dona yotoq bor. Har kuni 3 ta odam uxla oladi. Lekin
agar kim buni gapimga kirmasa, uni men bu chuqurga tashlab boraman, deya Usmon hammaga aytdi. Mana 2 kun ham o'tdi. Bir qishloqqa hamma ikkita bolachaga joy bermagan edi. Uni u tashlab yubordi. Dedi: "Ey, aytgandim-ku, ana bu yerda ham bir qishloqni tashlab yuborish kerak edi." Usmon uni ham tashlab yubordi, chunki uchalasi gapiga kirmagan edi. Usmon shunday qilib qishloqlardan qishloqlarga yo'qotdi va bir kun kelib, bir kun qishloqlar kamayayotganini sezdi. Nimagaligi uchun o'zi ham tushunmasdi. Ko'p qishloqlar hamma narsani buzishni boshlardi. Usmon esa ular uchun ovqat qidirib yurar edi. Deydi Usmon. Shu kunlarga menga ham berasanmi, deya ovqat topishni boshlayverar edi. Bir kundan bir kun o'tguncha, 2 kundan 3 kun o'tguncha bir qo'yni topdi. U qo'yni o'ldirdi va qishloqlarga bordi. Qishloqlar o'rmonda yurgan edi. Qishloqlar hech nimaga so'z qilolmasdi. Ana shunda Usmon dedi: "Bularni yo'q qilib tashlamasam, o'zimga ham hech nima qolmaydi", deya qishloqlarga ovqat qilishni boshlayverdi. Usmon kunlardan kunlarga, oylardan oylardan keyin o'ylanib qoldi. Nega ular o'zlari uchun uy qurishmayapti, deya o'ylab qoldi Usmon. Keyin hamma qishloqlarning oldiga borib: "Ey qishloqlar, sizlarning qo'ylaringiz bor. U qo'ylarning uchalasini ham so'yishim kerak. Ana shunda hammangizga ovqat yetadi", dedi. Uni oldiga bir bolakay qochib yurganini ko'rdi va undan pul o'g'irlaganini bilib qolgan. Usmon uning orqasidan yugura boshladi. U bola o'z ota-onasining oldiga bordi va dedi: "Usmon, o'g'lingga yaxshi tarbiya berganingda bunaqa qilmas edi", deb u o'z ota-onasini vafot etdi. Uning ota-onasi vafot etgandan keyin u bolakayga dedi: "Endi kimdir o'g'irlik yoki biron nimani buzsa, u jazo o'lim bo'ladi", dedi. Qishloqlarning qo'ylari 3ta, ana shular ovqat berib turar edi. Usmon esa bir odamni topdi. U bu yerda o'tirar edi. U ovqat yemas edi, hech balo ichmas edi. U kasal bo'lgan edi. Kasalligini tuzatib bo'lmaydiganligini bilib, Usmon o'ylanib qoldi. Usmon bundan to'yibdi, lekin u biron narsani esda qoldiribdi. U hozir ovqatni oldiga tezda yugurib bordi. Qishloqlar hammasi qo'lni yuvmas, hech kim qo'l yuvmay ovqatlanishini sezdi. Va qishloqlarning ko'plari kasallikka chorlandi. Usmon deya: endi bularga gigiyenani ham o'rgatish kerakmi, deb o'yladi. Ularning kiyimlari yirtiq, ayrimlarida ham kiyim, ko'zni yo'qotgan bir odam bor edi. U odam kasallikdan o'z ko'zini yo'qotgan edi. Endi senda boshqalarga yuqtira boshlading, deya u vafot etdi. Usmonga dedi bir qishloqi: "Iltimos, meni yo'q qilib yubor. Menga bular yoqmayapti", dedi. Qiynalib o'lgandan ko'ra osonroq o'lib qo'yay, deya Usmon uni ham o'ldirdi. Va qishloqlar juda ham ko'pligidan ular hatto eshaklarga ham yeyishga rozi bo'lishdi. Eshaklarni yeyish juda ham qiyin edi ular uchun, lekin yeyish kerak edi. Uning onasini o'ldirishdi va go'shtlarini yeyishdi. Qishloqlar mol sigirlarni ko'paytirishni bilishmas edi. Ana shunga Usmon ulardan sigirlarni o'ldira boshladi. Keyin ulardan go'sht oldi, go'shtlarni hammaga tarqatdi. Va ana shunday qilib oylar, kunlar o'tdi.
va bir kun ular kelishini kutgan edi. Ular keldi va ular zombilar edi. Usmon jangga otlandi. Jangda u yutib chiqdi, lekin bu oxirligini bilmas edi Usmon. Usmon buni ko'ra sezdi. Bu oxirligini emasligini bildi. Usmon jangga otlandi. Jangda vakovatli jang o'tildi. Vakovatli jang deganda qishloqlarga ham bu virus yuqqanini bildi. Usmon juda ham qattiq jang qildi. Ay, ahmoqlar. Ne? Qishloqlar unga Usmon bu yerda kuchsizligini bilib qochaverdi. Kuchsiz bo'lgani uchun hammadan qochardi. U yo'lda ikki zombini ko'rib qoldi. U esiga kelib ketdi. Bu o'yladi ham tekizlandi. Usmon buni ko'rib turar edi, lekin bir narsa yoqmas edi. U o'z do'stlarini yo'qotdi. Hamma yerni yo'qotdi. Odamlarga ishonchi ham qolmagan edi Usmon. Usmon o'z kulbasida boshqa zombilarni ura qochib turar edi. Bu zo'rg'alikdan tolgan Usmon bir qarorga keldi va u qarorda juda ham qiyinchilik bilan uxladi. Usmonning gaplari boshlandi. Bu qishloqlar do'stlarimdek bo'lgan edi. Lekin u bilar edi, pastda qishloqlar bor edi. U bir qishloqni kuzatib qoldi. U qishloqining oldiga tezda yugura boshladi. Qishloqiga u bu yerdaligini aytdi. Qishloqi tezda reaksiya bildirdi. Lekin u yerdan chiqish juda ham qiyin edi. Bizning qahramon qatlanib bo'lgandan keyin o'yladi. Unda qazuvchi bolg'achi bor-ku, u tezda qazishni boshladi. Kirkas u qishloqni qutqarish kerak edi. Nima bo'lsa ham u qishloqning oldiga sal qoldi borishiga. Usmon keldi. Ana bu qishloqni ko'rdim. Endi bir qishloq qoldi-ku qishloqda deya aytdi. O'z ko'zlarimga ishonmayman. Bu senmisan? Lekin Usmon kasal bo'lib qolgan edi. U ham go'shtda virus borligini bilmas edi.